Ta'miriga 50 ming AQSh dollardan ziyod pul ketgan ushbu Novostroy uyimizni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu uyimiz Olmazor tumani Tinchlik metrosi yaqinida joylashgan bo'lib, 7 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan. Ko'rib turganlaringiz uyimizning hol qismi mehmonxona bilan oshxonani studiya formatda ochib yuborilgan. Ko'rib turganinglardek 85 talik televizorlari, yumshoq mebellari, chista turetskiy ko'rib turganinglardek. Uyimiz umumiy maydoni 85 metr kvadratdan iborat. Devorlarimiz g'atachenti ko'rib turganinglardek. Bu yoqda oshxonani studiya formatda ochib yuborilgan, o'tirib ovqatlanish uchun stol-stullar qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Bu yoqda kuxonli mebellarimiz barchasi yaxshi sifatlisidan zakasni olib keltirib yasatilgan ko'rib turganinglardek. Uyimiz 3 xonaga o'zgartirilgan, 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan. Bu pastki qavatdagi umumiy sanuzilimiz. Obshiq hisobda 3 ta sanuzilimiz mavjud ushbu uyimizda. Ko'rib turganinglardek, gastovoy sanuzil hisoblanadi. Bu yoqda esa родительский spalniy bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu yoqda ham alohida konditsionerlar, televizorlar. Bu umumiy hisobda ikkinchi sanuzilimiz родительский spalniydagi ko'rib turganinglardek. Ushbu uyimiz Onyx toshlardan qilingan zinalarimiz. Asl Onyx toshdan duplex formatda qilingani sababli tepada bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu yerda ham balandligi patologlar balandligi 2 metr. O'zining alohida televizorlari bilan radiatorlari. Bu esa 3-sanuzilimiz hisoblanadi umumiy hisobda. Ushbu uyimiz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Olmazor tumani Tinchlik metrosi eski Registon to'yxonasini shundoq orqasida joylashgan ko'p qavatli Novostroy uyimizda birinchi qavatda joylashgan ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 125 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.